Hay do'stlar, yaxshimisizlar? Tatlıqlar Dünya sahifasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stlar Gulgina Tursun. Men riyosatchi do'stlar Umidvor Mahmud. Bizning bu sahifamizni Erdil yemeklik xo'rishlaridagini alohida qo'llagan. Umidvor bugun hamda biz mushu Langtian Ultraq rayoni yeniq joylashgan Jasur tort pishiriqlari do'koniga yetib keldik. Albatta bugun Mishada ko'rurmanlarga noiti esil bo'lgan, yeyishlik bo'lgan pishiriqlarni, ya'ni Rolet. Pek tashigandim. Rolet bu rolet deganimiz hamda mushu qaymoqliq o'ralma tort pishirishni o'rgatamiz. Undaqda bu Jasur tort pishiriqlari do'konidan bosh ustam Ilminur bizga bu tortni pishirishni o'rgatmoqchi, ichga kirib birlikda ko'rib chiqaylik. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Jasur tortxonasining tort pechin piranik qutisi Ilminur bo'lman. Bugun do'stlarga o'rgatadiganimiz rolet, ya'ni yumshoq tilimizda aytadigan o'ralma tort. Buningga ketadigan materiallar bo'lsa, odatlik unimiz, tuxum, ya'ni shakar, tort miyi, powdafin, ya'ni suv. Tuxumdan 5 tal, odatlik unimizdan 225 gram, shakardan 185 gram, tort miyidan 38 gram, powdafindan 20 gram, ya'ni suyimizni 200 gram. Endi mashg'ulotimizni boshlab ketdik. Başta tuxumni solamiz. Ondan shakar. Ondan bizning unimiz. Ondan tortmaymiz. Ondan 20 gram powder. Endi oilalarda sharoitimiz bo'lsa, mush 5 xil materialning ustidan bir aylantirib yetib, dadanchirimizda ondan suyimizni bir quysak bo'ldi. Hamma materiallarimizni sep bo'lgandan keyin endi mushu holatga keladi. Buni endi dadanchida qanday bo'lsa mayli yo'linishda ko'p darsak bo'ldi. Bu ham qaymoqchilik holatga keladi. Mana do'stlar, chilib chiqqan bulkimizning xemiri mana bunda holatga keldi. Bu ham qaymoq altida. Endi buni listni tayyor qilib, ustiga may qog'oz silib, buni tek holatda yeyitimiz. Yeyitib bo'lgandan keyin gradusimizni, kavshanning gradusini 260 dan 250. Endi uyda qiladigan do'stlar o'zingizlarning uyinglardagi kavshanlarning sharoiti bo'yicha yuqori gradus qilib pishirsak bo'ldi. Buning odatda pishish vaqti 8 minutdan 10 minutgacha. Mana do'stlar, yeyilib chiqqan xemirimiz mandaq bo'ldi. Nepiz holatiga yoyimiz, bak qilin bo'lib kesib bo'lmaydi. O'raymiz emasmi? Endi oldinala qizdirgan duxovkamizga xemirimizni sep pishirib chiqamiz. Gradus bo'lsa usti 260, tegi 250, 8 minutdan 10 minutgacha pishib chiqib bo'ldi. Mana do'stlar, bizning tortimizning bo'lkisi tayyor bo'ldi. Endi buni bizning jo'zimizga eng bosh bir may qog'ozni yeyilib, ondan biz buni dum o'raymiz. Asta qog'ozni chiqaramiz. O'tirliqda bo'lib pishqicha bizning erdil qaymoqimizni ko'ptirib oldik. Biz buni endi ilib, bizning tortimizning o'tiriga tek holatda sugaymiz. Mana qaymoqimizni sugab bo'ldik. Endi biz o'tiriga malina murabbasi. Do'stlar, uyda qilib qolsanglar, qanday holatda murabba yoki mevalarni olsanglar bo'ldi o'tiriga. Suga bo'ldik. Endi biz buni ustini yana qayta bir tashlash uchun qattiqroq usul yog'da bir tortaymiz. Endi davomli ustini gul chiqarib bezaymiz. Do'stlar, endi ehtiyojinglar qarta qiliblar bo'lmay qolsa yoki mevalikni yaxshi ko'rsanglar, ustiga mevalarni qundirib qilsanglar bo'ldi. Biz endi ustiga erdil go'jani
erdil go'jağını qo'yamiz. Bizim ama endi jiqaroq chiqib qoldi, öydeki do'stlar. Yerim list qo'ysanglar kichikroq bo'lishi mumkin. Biz ama do'kon bo'lganligi uchun cho'ng'aroq qilib qoldik, ha? Qaymoqni qilib bo'ldik. Yana erdilda setildigan sarmayda qaymoq chiqargan. Bundan da bezash etib beramiz. Eng oxirda bezakka bizning erdilning yariyang'a. Janbarda Soda Çeklik şirketining Xinhua Janubiy yo'liga joylashgan Erdil yemeklik xurishlari do'koni a'lo mulozimati va sifatli mahsulotlar bilan har millat xalqining yemeklik xurishlariga bo'lgan talabini bejandillik bilan qondirib kelmoqda. Yemeklikka ishlatadigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, moy, tetitqu va har xil yemeklik xurishlarining turlari to'liq bo'lib qolmay, tort pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatadigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarga to'planib. Yemeklik xurishlari setib olishdagi oldin tanlashingiz Erdil yemeklik xurishlari do'koni. Erdil. Arg'inlik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. Ilminur ondaqda hazır bizning tetig'inimiz bu qaymoq o'ralma bo'lgan. Sizlarningki do'koninglarda bundan boshqa yana qancha xil pishiriq turlaringlar bor, qanday mulozima turlaringlar bor? Bundan boshqa bizningki yana shokoladli tortlarimiz, odatdagi o'zimizning rangsiz qilayotgan xurish qitilmaydigan, kichik bolalarga mos, cho'nglarga mos keladigan oldi so'nliq do'ylak tortlarimiz, chashma tortlarimiz va har xil pecheni pranik napolyolarimiz bor. Elmir ustam shogird tarbiyalaydigan ishlar bormi? Men bu ishni qilayotgan 8 yildan ortiq bo'libdi. 8 yil jarayonida 50-60 ga yaqin shogird chiqardim hamda. Chiqarganim Oqsuv bo'lsin, yeganda Janub Shinjonning asosli yerda bizning jasur to'tqalarimizning tarmog'ini ichib bo'ldi hozir shogirdlarimiz. Hozirgacha davomli yana shogird qabul qilyapman. Rahmat Ilminur, bugun alaydan vaqt chiqarib bizga esil bo'lgan tortni pishirishni o'rgatganingizga, sizlarning bundan keyingi ishlaringizga zo'r utuqlarni tilaymiz. Rahmat. Xo'sh ko'rganlarimiz Tatliqlar dunyosi sayfimizga o'rnashtirgan mezmunlar mishada oxirlashdi. Kelarki san programmamizga ko'rishaylik, xayr xo'sh. Xayr xo'sh.